Xitoy AQSh soyasiga bojni kamaytirdi. Agrar savdoda yangi imkoniyatlar ochilmoqda. Ekinlar stressi endi ilg'or tasvirlash texnologiyasi orqali erta aniqlanadi. AQShda chorvachilikda metan emissiyasini kamaytirishning yangi usuli sinovdan o'tkazilmoqda. Islom taraqqiyot banki bilan agrar sohadagi hamkorlik kengaymoqda. Qishloq xo'jaligi tizimiga oid haftaning eng muhim voqea-hodisalari tafsiloti bilan Agronews dasturi yana e'tiboringizda. Mazkur hafta joriy mavsumga doir amalga oshirilayotgan agrotexnik ishlar samaradorligini o'rganishga bag'ishlangan rasmiy tashriflar, uchrashuvlar hamda tizim rivojiga yo'nalgan hamkorlik kelishuvlariga boy bo'ldi. Kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing va yaqinlaringiz bilan ulashing. Biz boshladik. Xitoy AQShdan import qilinadigan qator qishloq xo'jaligi mahsulotlari, jumladan soya uchun amal qilayotgan boj stavkasini 10% ga pasaytirishga qaror qildi. Mazkur qadam ikki davlat o'rtasidagi savdo aloqalarini faollashtirish, agrar mahsulotlar ayirboshlashini kengaytirish hamda ichki bozorda talabni qo'llab-quvvatlashga qaratilgani ta'kidlanmoqda. Mutaxassislar fikricha, tarifning pasaytirilishi AQShning Xitoyga soya eksporti hajmini oshirishga xizmat qilishi mumkin. Natijada amerikalik ishlab chiqaruvchilar dunyodagi eng yirik iste'mol bozorlaridan birida o'z mavqeini mustahkamlash va eksport salohiyatini kengaytirish imkoniyatiga ega bo'ladi. Shuningdek, ushbu qaror global soya bozoridagi savdo oqimlariga ijobiy ta'sir ko'rsatishi, narxlar barqarorligini ta'minlash hamda xalqaro agrar ta'minot zanjirining uzluksiz ishlashini qo'llab-quvvatlashi kutilmoqda. Qishloq xo'jaligida raqamli yechimlar tobora muhim ahamiyat kasb etayotgan bir paytda Precision Farming platformasi o'simliklar holatini yanada aniq baholash imkonini beruvchi ilg'or tasvirlash texnologiyasini taqdim etdi. Yangi yechim ekinlarning stress holatini erta bosqichda aniqlash orqali fermerlarga tezkor va asosli qarorlar qabul qilish imkonini yaratadi. Texnologiya yuqori aniqlikdagi multispektral hamda termal tasvirlar yordamida tuproq va o'simliklarning harorati, namlik darajasi hamda vegetatsiya holatini real vaqt rejimida tahlil qiladi. Olingan ma'lumotlar asosida dalaning har bir qismi uchun alohida sug'orish va o'g'itlash strategiyasi ishlab chiqiladi. Mutaxassislar fikricha, bunday yondashuv suv va mineral o'g'itlardan oqilona foydalanishni ta'minlab, ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirishga xizmat qiladi. Shu bilan birga hosildorlikni oshirish va resurslardan samarali foydalanish orqali aniq dehqonchilikni yangi bosqichga olib chiqishi kutilmoqda. Respublikada paxta yetishtirishning hal qiluvchi bosqichi boshlandi. Shu munosabat bilan Qishloq xo'jaligi vaziri Ibrohim Abdurahmonov rahbarligida video konferensiya aloqa shaklida respublika seminari o'tkazildi. Unda Qoraqalpog'iston Respublikasi va viloyatlar qishloq xo'jaligi boshqarmalari rahbarlari, tuman hokimlari, fermerlar, klasterlar, soha mutaxassislari hamda olimlar ishtirok etdi. Seminarda g'o'zani parvarishlash, sug'orish, oziqlantirish, makro va mikro elementlardan samarali foydalanish, defoliatsiyaga tayyorgarlik hamda paxta hosilini nest nobud qilmasdan yig'ib olish bo'yicha ustuvor vazifalar muhokama qilinib, mas'ullarga aniq topshiriqlar berildi. Shuningdek, g'o'zaning me'yoriy o'sishini ta'minlash, chekankani o'z vaqtida o'tkazish, sug'orish va oziqlantirish ishlarini uyg'un tashkil etish, mineral o'g'itlar bilan bir qatorda mikro elementlardan ilmiy tavsiyalar asosida foydalanish muhimligi qayd etildi. Begona o'tlarga qarshi kurash ishlarini kuchaytirish, gerbitsidlarni agrotexnik talablarga qat'iy rioya qilgan holda qo'llash zarurligi ta'kidlandi. Bundan tashqari, biologik o'g'itlar va biopreparatlarni keng joriy etish, olimlar va fermerlar hamkorligini yanada kuchaytirish masalalariga ham alohida e'tibor qaratildi. Seminar yakunida 1-avgustdan g'o'zani etifon bilan qaritish ishlarini boshlash, avgust oyida 2 marta defoliatsiya tadbirlarini amalga oshirish, sentyabr oyida desikatsiya ishlarini o'tkazish, paxta terimiga puxta tayyorgarlik ko'rish, har bir maydonda kunlik monitoringni yo'lga qo'yish hamda ilmiy tavsiyalarni amaliyotga keng joriy etish bo'yicha tegishli vazifalar belgilandi. AQShning 1644 kompaniyasi qishloq xo'jaligi sohasida metan chiqindilarini kamaytirishga qaratilgan plazma texnologiyasini sinovdan o'tkazishni boshladi. Texnologiya plazma yordamida metan molekulalarini parchalash tamoyiliga asoslangan bo'lib, u avvalo chorvachilik xo'jaliklarida hosil bo'ladigan metan gazini kamaytirishga mo'ljallangan. Hozirda loyiha sinov bosqichida. Sinov natijalari ijobiy bo'lsa, texnologiyani chorvachilik xo'jaliklarida keng joriy etish rejalashtirilmoqda. Mutaxassislarning ta'kidlashicha,
ta'kidlashicha, metan issiqxona gazlarining eng kuchli turlaridan biri hisoblanadi. Shu bois uning atmosferaga chiqarilishini kamaytirishga qaratilgan texnologiyalar qishloq xo'jaligida ekologik barqarorlikni ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Mazkur ishlanma chorvachilikda metan emissiyasini kamaytirish bo'yicha yangi texnologik yechimlardan biri sifatida baholanmoqda. Qishloq xo'jaligi vaziri o'rinbosari Alisher Shukurov Islom taraqqiyot banki vakillari bilan navbatdagi uchrashuv o'tkazdi. Muloqot davomida agrar tarmoqni modernizatsiya qilish, zamonaviy texnologiyalarni joriy etish hamda ikki tomonlama hamkorlikni yanada kengaytirish masalalari muhokama qilindi. Uchrashuvda qo'shma loyihalarning amalga oshirilishi, qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash, zamonaviy texnika va uskunalarni joriy etish, fermer xo'jaliklari va klasterlarning texnik salohiyatini mustahkamlash hamda investitsion hamkorlikni rivojlantirish yuzasidan fikr almashildi. Shuningdek, innovatsion yechimlarni keng tatbiq etish, ilg'or xalqaro tajribalarni ommalashtirish, mutaxassislar salohiyatini oshirish va loyihalar samaradorligini ta'minlash bo'yicha istiqbolli yo'nalishlar ko'rib chiqildi. Yakunda o'zaro manfaatli sheriklikni yanada rivojlantirish, yangi tashabbuslarni birgalikda amalga oshirish va qishloq xo'jaligini barqaror rivojlantirishga qaratilgan hamkorlikni kengaytirish yuzasidan kelgusi rejalar belgilab olindi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Belarus Respublikasiga amalga oshirgan davlat tashrifi doirasida qishloq xo'jaligi, oziq-ovqat sanoati, ilm-fan va innovatsiyalar yo'nalishlarida ikki tomonlama hamkorlikni rivojlantirishga qaratilgan qator muhim uchrashuvlar va amaliy tadbirlar o'tkazildi. Davlat tashrifi doirasida O'zbekiston Respublikasi qishloq xo'jaligi vaziri Ibrohim Abdurahmonov, Belarus Respublikasi bosh vaziri o'rinbosari, Belarus Milliy fanlar akademiyasi prezidiumi raisi Vladimir Karanik bilan uchrashdi. Unda qishloq xo'jaligida ilmiy tadqiqotlarni rivojlantirish, seleksiya va urug'chilikni takomillashtirish, zamonaviy agrotexnologiyalarni joriy etish, o'simliklarning genetik resurslarini asrash hamda ikki mamlakat ilmiy muassasalari o'rtasidagi hamkorlikni kengaytirish masalalari muhokama qilindi. Tomonlar Belarus Milliy fanlar akademiyasining agrar yo'nalishdagi salohiyati, xususan Jodino shahridagi yerchilik yo'nalishida ilmiy amaliy markaz faoliyatiga alohida e'tibor qaratdilar. Mazkur markazda ekinlar seleksiyasi, elita urug'chiligi, o'simliklarning genetik resurslarini saqlash va zamonaviy agro loyihalarni ishlab chiqish bo'yicha olib borilayotgan ilmiy izlanishlar O'zbekiston qishloq xo'jaligi uchun istiqbolli yo'nalish sifatida baholandi. Muloqot yakunida ikki mamlakat qishloq xo'jaligi sohasida ilm-fan va amaliyot integratsiyasini kuchaytirish, ilg'or tajribalarni almashish hamda innovatsion ishlanmalarni joriy etish bo'yicha hamkorlikni davom ettirishga kelishib olindi. Davlat tashrifi doirasida vazir o'rinbosarlari ishtirokida ham qator muhim uchrashuvlar va amaliy tashriflar tashkil etildi. Jumladan, qishloq xo'jaligi vaziri o'rinbosari Qahramon Yo'ldashev 3-Belarus va O'zbekiston hududlari forumining qishloq xo'jaligi va oziq-ovqat yo'nalishidagi yalpi sessiyasida ishtirok etdi. Sessiyada oziq-ovqat mahsulotlari savdosini kengaytirish, investitsiya loyihalarini amalga oshirish, ilmiy-texnik hamkorlikni rivojlantirish hamda agrar sohada tajriba almashinuvini kuchaytirish masalalari ko'rib chiqildi. Tomonlar 2030-yilga qadar oziq-ovqat mahsulotlari bo'yicha o'zaro tovar ayirboshlash hajmini 1 milliard AQSh dollariga yetkazish maqsadini yana bir bor tasdiqladilar. Shuningdek, Qahramon Yo'ldashev Belgospeshiprom konserni raisi Oleg Zhitkov bilan uchrashdi. Unda davlat tashrifi davomida erishilgan kelishuvlarni amaliyotga tatbiq etish, go'sht, sut hamda meva-sabzavot xomashyosi asosida bolalar oziq-ovqatini ishlab chiqarish bo'yicha qo'shma loyihalarni amalga oshirish, ishlab chiqarish kooperatsiyasini rivojlantirish va o'zaro savdo hajmini oshirish istiqbollari muhokama qilindi. Tashrif davomida vazir o'rinbosari Minsk viloyatining Kletsk shahridagi Gamma-Vkusa korxonasida bo'lib, bolalar oziq-ovqatlari ishlab chiqarish jarayoni, zamonaviy texnologiyalar, sifat nazorati tizimi va ishlab chiqarish quvvatlari bilan tanishdi. Shuningdek, ikki mamlakat korxonalari o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri hamkorlikni rivojlantirish va istiqbolli qo'shma loyihalarni shakllantirish yuzasidan fikr almashildi. Qishloq xo'jaligi vaziri o'rinbosari, chorvachilik va yaylov xo'jaligini rivojlantirish agentligi direktori Orif Bo'tayev boshchiligidagi delegatsiya esa Minsk viloyatidagi Soligarskaya Petitsi fabrika korxonasi faoliyati bilan tanishdi. Jarayon davomida tuxum ishlab chiqarish, qayta ishlash, saralash, qadoqlash va logistika jarayonlari, veterinariya sanitariya nazorati, biotexnologik xavfsizlik, raqamli boshqaruv tizimlari hamda parrandachilikda qo'llanilayotgan zamonaviy texnologiyalar o'rganildi. Shuningdek, hamkorlik asosida yangi loyihalarni joriy etish bo'yicha kelgusi rejalar belgilab olindi. Bizda hozircha shular. Tarmoqdagi rasmiy sahifalarimizga obuna bo'ling, yangilik va ma'lumotlarni yaqinlaringiz bilan bo'lishing. Eng asosiysi bizni kuzatishda davom eting.
ko'rishguncha.